Shoshilinch xabar. 1-apreldan O'zbekistonda qanday o'zgarishlar kuchga kiradi? Bu haqida batafsil video davomida bilib olasiz. Shunday ekan, 3:5 Uz kanaldan uzoqlashmang va bizni kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. O'zbekiston qonunchiligida 2025-yil 1-apreldan bir qator o'zgarish va yangiliklar kuchga kiradi. Quyida ushbu sanadan kuchga kiradigan asosiy o'zgarishlarni taqdim etamiz. Maktabgacha va maktab ta'limi sohasidagi xodimlar qo'shimcha rag'batlantiriladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, uning tizimidagi agentlik hamda markazlar, Qoraqalpog'iston maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, viloyatlar, Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmalari xodimlariga koeffitsiyentlarni har oy ustamalar to'lanadi. Barcha farmatsevtika va tabiiy xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchisiga aylanadi. Tadbirkorlarga ayrim huquqbuzarliklar uchun birinchi marta ogohlantirish beriladi. Chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklari tomonidan byudjetga to'langan qo'shimcha qiymat solig'ining 50% qaytariladi. Xotin-qizlar bandligini ta'minlashga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirish uchun grantlar ajratiladi. Ijtimoiy yordamlar kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga beriladi. Kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmati respublika bo'ylab joriy etiladi. Ayrim qog'oz shaklidagi ma'lumotnomalar ijtimoiy kartaga almashtirish orqali bekor qilinadi. Sport va san'at to'garaklariga muntazam qatnashayotgan yoshlar rag'batlantiriladi. Investor kunlari o'tkaziladi. Iqtidor maktab ansambli respublika tanlovi o'tkaziladi. Turon maktab teatrining ijobiy tashabbusi asosida umumiy o'rta ta'lim maktablarida iqtidor, badiiy havaskorlik jamoalari tashkil etiladi. Shuningdek, jamoalar o'rtasida har yili milliy va jahon musiqasi yo'nalishlari bo'yicha iqtidor maktab ansambli respublika tanlovi o'tkaziladi. Tanlovning respublika bosqichi g'oliblari xorijiy davlatlarga ta'lim sayohatiga yuboriladi.